Bugun Samarqanddagi universitet xiyobonida Talaba Expo 2025 yarmarkasi o'z ishini boshladi. Ayni daqiqalarda muxbirimiz Dilnoza Berdiyeva jarayonlardan xabar berishga shay turibdi. Marhamat Dilnoza. Assalomu alaykum, katta rahmat. Boshlangan kun barchaga xayrli bo'lsin deb boshlaymiz. Biz ro'parasida bilamiz, bir oy oldin poytaxtimizda Talaba Expo 2025 kelajakka qadam dasturi, ya'ni kasblar ko'rgazmasi o'tkazilgan edi va mana shu dastur qaysidir ma'noda minglab yoshlarni bir kelajakka qadam qo'yish uchun, o'zini kasbini topish uchun, yo'nalishni aniqlash uchun platforma bo'lgandi, poydevor vazifasini bajargandi. Mana shu ko'rgazmani mantiqiy davomi sifatida bugun Samarqandda ham mana shu ko'rgazma o'z ishini boshladi. Kelajakka qadam ko'rgazmasi, biz bilamiz, bugun Samarqandda 19 ta oliy ta'lim muassasasi bor va mana shu 20 mingdan ortiq talaba Samarqandda tahsil oladi. Ularni kasb bilan ta'minlash, ertangi kelajagiga nima bo'ladi, qaysi kasbni tanlashini bir platforma vazifasini bajarish uchun ham bu yerga 300 dan ortiq korxonalar kelgan va o'z takliflari bilan, tashabbuslari bilan mana shu yerda talabalarni bir kasbga yo'naltiradi, ish bilan ta'minlashni maqsad qilgan. Meni yonimda suhbatdoshim borlar. Elmurod Hoshimov, kelajakka qadam markazi direktori. Elmurod aka, bugun respublika bo'ylab 230 mingdan ortiq talaba bu yil bitiruvchi talaba hisoblanadi va ulardan 23 ming nafar aynan samarqandlik yoshlar ekan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu dastur mana qancha yoshni qamrab oladi deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, joriy yilning 30 fevral kuni davlatimiz rahbari yoshlar bilan muloqot chog'ida aynan oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarini bandligini ta'minlash bo'yicha mutlaqo yangi tizimni yaratish bo'yicha topshiriq bergan edilar. Mazkur topshiriq doirasida aynan prezidentimizning 61-sonli qarori qabul qilindi va mazkur qarorga ko'ra kelajakka qadam dasturini amalga oshirish belgilandi. Bugungi kunda aynan Samarqand mezbonlik qilayotgan Talaba Expo 2025 tadbiri ham aynan kelajakka qadam dasturi doirasidagi navbatdagi tadbir hisoblanadi va bundan maqsad biz respublika miqyosida respublikani barcha bitiruvchi talabalarni qamrab olishni niyat qilgan edik va bugun aynan Samarqand shahrida 20-21 kunlari demak 300 ga yaqin ish beruvchilar ishtirok etishi demak rejalashtirilgan, qatnashishyapti va ayni paytda Samarqandda 19 ta oliy ta'lim tashkilotlarini tamomlagan, demak 20 mingga yaqin bitiruvchilarni biz aynan ishtirokini kutyapmiz. Ayni paytda mazkur tadbir doirasida nafaqat ish beruvchi bilan real muloqot imkoniyati yaratiladi, balki ayni paytda ularni biznes g'oyalari mavjud bo'lganlari bilan alohida treninglar, seminarlar, ularda demak moliyaviy qo'llab-quvvatlash, ularga maslahatlar, ko'maklar berish maqsadida ham treninglar tashkil qilganmiz. Shuning uchun mazkur bugungi 2 kun davomida biz samarqandliklar bilan, samarqandlik talabalar bilan demak yuqori kayfiyatda demak maqsadli tadbirlarni rejalashtirganmiz. Katta rahmat ma'lumotlar uchun. Ko'rgazma o'z ishini davom ettiradi. Biz barcha samarqandlik yoshlarni, umuman talabalarni mana shu yerga chorlab qolamiz. Batafsil keyingi dasturlarimizda jarayonlardan xabar berishga harakat qilamiz. Katta rahmat, bizda hozircha shular. Ma'lumotlar uchun rahmat. Samarqand shahrida o'tkazilayotgan Talaba Expo 2025 mehnat yarmarkasidan hamkasbim Dilnoza Berdiyeva to'g'ridan to'g'ri jonli efirda ma'lumotlar taqdim etdi.